Sekret, hoş gelipsiz. Bratim, bormisiz? Voy, Selin, yomon xafa qildingiz boru. O'shandan beri ishonasim efirga kirmayapti. Privetik. Dahshat xafa bo'ldi. 10K yopolmasdan Drakon qidirib jinnimiz chiqib ketdi boru o'sha kuni. Siz urib beraman deb o'sha kuni urib bermadingiz. Dahshat xafa bo'ldi boru. Bir kun oldin esingizda bo'lsa, bunaqamiz Drakon bor, urib beray desa, nima siz urib beraman deganingiz uchun urmadi, u olmadi Drakon bir kun oldin. Keyin ertasi kuni rosa bo'ldi-da. Sizni kutib o'tirdim, urmadingiz. Yomon xafa bo'ldi. O'shandan beri kirgani yo'q efirga. Umuman kirgani yo'q. ABV, xush kelibsiz. Nima bo'ldi o'zi? U kuni nimaga urmadingiz? Bratim 3. Starim yoqishvoring, iltimos. Yoqolmayapman halidan beri yonmayapti. Kimga aytdingiz? O'zi biladi kimga aytganim. Bitta qadrdonga aytdim. Bo'ldi xos. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Tuzukmisiz? Uzr bezovta qilganim uchun. Yo'q, bemalol. Prosta u kuni biz bir-birimizni ozgina tushunmay qoldik. To'g'ri, bir kun oldin men birinchi sizlarga efirlarga kirganimda imkon boricha urdim. Keyin u aytdiki, bo'ldi, planim yopildi, hamma yaxshi dedi. Keyin undan oshiqib ham urdim men. Keyin menga yozdi, nima? Kuratorimi yozyapti. Короче, yana 12 tami 13 ga kerak ekan dedi. Ertaga soat 10 gachami 11 gachami dedi. Men aytdim, bo'ldi, xo'p, hal qilamiz dedim. Ertasi kuni keyin men kirdim, men yozdim unga. Men o'zim yozdim.
Qayerdasiz deb yozdim. Onasi bilanmi, siz bilanmi, qayerdadir, magazindami yoki bozorda ekan. Men ikkiga urdim. Ikkiga urganimdan keyin yana 10 ga qoldi dedi. Bo'ldi, hozir yopamiz, xavotir olmang dedim. Desam, yo'q, men sizga ishonuvdim, bunaqa deb boshlab ketdi. Hali men gapimni tugatganim yo'q, hali men hech narsa deganim yo'q. Prosta men ikkiga urdimda, bo'ldi, yopamiz desam, yo'q, men sizga ishonuvdim, men unaqa qilmovdim, men bunaqa qilmovdim, men kecha va'da berib yubordim deb gapirib tashladi. Prosta men erkaligim uchun u gap menga yoqmadi. Bo'ldi, shundan keyin men boshqa yozganim ham yo'q, kirganim ham yo'q, urganim ham yo'q. Lekin bor edi, men именно shu qiz uchun men zapravka qilgan edim. Men 15 ga zapravka qiluvdim, sababi men eshitdim, menga aytdi, kuratorim aytdi, 12 ga yetmayapti deb aytdi degan uchun men 15 ga zapravka qilgan edim. Men qiluvdim. Prosta sekin boshlanishi bilan allanaqa qilsam, bilmayman, mayli. Может, men noto'g'ri allanaqa qilgandirman, может, u qiz noto'g'ri gapirgandir. O'sha 12 ga qarab ketdi, 12 dan ham o'tib ketdi. Tezroq bo'linglar, bugun ishlamayman dedi nima kurator. Siz 11 gacha degandingiz deb turib bu yoqdan shoshiltirib yubordi. Sizni rozi kutdi u, hali urib bermaganingizga u ham xafa bo'lib ketdi. Lekin men 10:30 da yoki Qirg'iziston vaqti Ovozingiz kelmayapti. Ovozingiz kelmayapti. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum, va alaykum assalom.